bizni mahallamizda sayyor qabul o'tkazdi. O'shanda bizlar ham qatnashdik. Men o'zimni bedana sohasiga qiziqishimni bildirdim va menga tuman hokimimiz Real Hunter MChJ rahbari Shuhrat aka Mavlonov katta tashabbus bilan bizga mana 200 bosh bedana berdi. Tayyor qafasi, yemi, hamma narsasi shunday bepulga berdi. Kelgusida xudo xolasa mana shu bedanachilikni rivojlantirib, mana shu mahallani bedanachilik bilan shug'ullanadigan mahalla qilib yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. Endi xudo xolasa mana shu 200 bosh bedanani 1000 bosh, 10 000 boshgacha yetkazishga va'da beramiz. Real Hunter MChJ menga yana shunday imkoniyat beryapti. Mana shu bedanani tuxumini o'zlari qaytarib sotib olishga, go'shtini, undan chiqqan patini ham o'zlari qaytarib sotib olishga yo'li bor ekan, o'zlari sotib olamiz deyapti. Menga ma'qul tomoni mana shu tomoni juda ko'p ma'qul bo'ldi. Bu bedana boqishda bizga mana mutaxassislarni o'zlari kelib turib o'rgatib, qachon qanday boqish kerak, qanday sharoitda ko'paytirish kerak, bularni hammasini shu MChJning xodimlari, mutaxassislari kelib o'rgatdi bizga. Ming rahmat prezidentimizga, rayon hokimimizga, mana bu Real Hunter MChJning rahbarlariga. Prezidentimizning ishonchli vakili bizning Bo'ston fuqarolar yig'iniga kelib, holni ish bilan band qilish to'g'risida o'zining ma'ruzasini o'tkazdi. Bizning Bo'ston fuqarolar yig'ini o'ziga bedana olish, bedanani mana bizlarga olib berib, tuman hokimi boshchiligida bepul bedanalarni olib berib, yemlarini olib berib, shu bedanachilikni Aqlsay tumanida rivojlantirish maqsadida shu ishlarni qilinmoqda. Bunga cheksiz katta rahmatlar bo'lsin prezidentimizga va uning yonboshida ishlayotgan insonlarga. Kelajakda shu Aqlsay tumanida Bo'ston fuqarolar yig'inida bedanachilikni har tomonlama rivojlantirib, ko'paytiramiz va xalqimizni go'sht, tuxum bilan ta'minlaymiz. Real Hunter mas'uliyati cheklangan jamiyat mana bizlarga bedanalarni tekin olib bermoqda. Endi buning mana tuxumlari mana olib berilganda tuxumlar beryapmiz, jo'jalari, bedana jo'jalari. Endi xudo xolasa bedalarni yemlariga devur, o'zini ham tekin olib beryapti. Ertaga tuxumlar ko'paya boshlagandan keyin shu tuxumlarni o'zi oladi. Go'shtlarni ham o'zi oladi, patlarni ham o'zi oladi, kerak bo'lsa nurlarni ham o'zi olib, o'zlari joylariga topshiradi. Bizlarga shu orqali bizlar yaxshi daromad olamiz xudo xolasa. Xalqimiz juda xursand rahbarlarimizdan.